buyurtma asosida etilgan razmerlarni chiqarib berishar ekan. Assalomu alaykum hammaga. Yoz endi kirib kelayotganiga qaramasdan bizni qishki mavsumga hozirdan tayyorgarlik qilish maqsadida shu Xitoydagi radiator ishlab chiqarish korxonasiga ham keldi. Bu korxonada faqat bir xil razmer emas, katta razmerdagi suvxonalarni isitish radiatorlari ham ishlab chiqariladi. Hozir endi yoz bo'lganligi uchun zavod ishlab chiqarish to'xtab turgan ekan. Bo'lsa to'liq ishlab chiqarish jarayonlarini ham qo'yardik. Hop. Materiallari hammasi toza materiallar, toza mis ishlatishar ekan bu yerda. Shu aytganimdek, faqat kichkina razmerlar emas, bu yerda buyurtma asosida etilgan razmerlarni chiqarib berishar ekan. Hammasi noldan, toza mahsulotlardan ishlab chiqariladi. Bu bo'lsa bizni sotadigan, sizlarga yetkazib berayotgan radiatorlarimizdan og'irligi 9,5-10 kilo atrofida. Termodatchilari, hamma narsasi bor. Kimga shu radiatorlar qiziq bo'lsa yoki boshqa razmerlari kerak bo'ladigan bo'lsa ham hozirdan buyurtma qilsanglar ham bo'ladi, mavsumga yetkazib beramiz.